Shu odob so'zi aylanay meni o'g'limdan boshlanganda. O'zi ham ismi jismiga monand Odobbek. Tarbiyani endi erkak kishi beradi-da. Oilada erkak kishi erkak bo'lsa, unda oila chiroyli bo'ladi. Bizning oilada erkaklar ustunda aylanay. Hey! Nimaga uyni yig'ishtirmading? Voy, siz. Ha, hozir idish tovoqlarni yuvib nima qilmoqchi edim. Nimadingiz? Bo'ldi. Hozir Kirlarim ham yotibdi hali. kechirasiz. Ani ko'zim ketib qolibdi-da. Meni qizimamchi shunaqa ozoda, shunaqa toza. Mana oshxonalarga kirsangiz yaltiraydi-da. Bu o'ylanib qolaman, shu qizni men tug'dimmikin deb. Ismi ham jismiga mos, tozagi. Pashshalar bazmi-ku, mana shu 20 yil oldin uxlab yorsam nima qilardim meni shu? Shunaqa qizim. Nimasini aytasiz? O'xshatmasa uchratmas deydi-da. Endi o'g'limni maqtamayman-u, borini aytaman-da, aylanay. Chakmaydi, ichmaydi. Hattoki mana yerda pul tursa, pulni olmaydi. Tushunasizmi? Meni qizimni ham kechqurun qachon uxlab, ertalab qachon turganini ona bo'lib payqamayman, qarang. Qizimni odobligidan hayoti davomida so'kmagan ekanman, qarang. Attiginanga chekishim bo'ldi. Seni tuqqandan ko'ra qo'y tuqqanimda ertaga hayitga so'yib yuborardim-ku. Xush kelibsiz, ko'nglimdagidek quda ekansiz. Hech qayg'urmang, Xudo xolasa shunaqa quda bo'lamiz. Hammani og'zida bo'lamiz, aylanay. Bordi keldimiz, opa singilli bo'lamiz. Voy, aylanay. O'g'lim halol pokiza deb sen maqtaganmiding? O'g'ling meni tarafdagi magazinlardan ham qarz qamoqqa kirib ketdi. Chirovasini o'zingni qizingni beli siqirib chiqyapti, bitga cho'g'layibsan. Meni qizim senga tekkaniga rahmat degan. Nima berdim? Non ko'rakan. Senga o'zingni boshingdan qasam. Menga qarab tekkaniga rahmat degan. Uy erkagi gapiring siz ham. Men aytganman. Xo'p dedim. Aralashmaydi bizga. Voy, uy erkagi ayol kishiga gap. Dambingni ol,